Barcha hokimlar, Ablano rayoni rahbarlari, maktab, texnikum direktorlari, oliygoh rektorlari eshitib olsin. Yozgi ta'til vaqtida bironta ta'lim muassasasi yopilmaydi. Ularning sport maydonchasi, o'quv xonalarida yoshlar uchun sport, fan va kasb to'garaklari ochiladi. Masalan, hozir 545 ta maktab o'quvchilarining fanlardan o'zlashtirishi juda past. Tuman hokimlari shu maktablar bilan shaxsan shug'ullanadi. Oqsayotgan fanlar bo'yicha eng yaxshi mutaxassislarni jalb qilib, o'quvchilarga haftasiga 6 soatlik o'quv kurslari tashkil qilinadi. Shu bilan birga 304 ming sig'imga ega 900 ga yaqin teatr, madaniyat markazlari va konsert zallari, hududlardagi 1,5 mingga yaqin sport maydonchalari, 150 ming nafar yoshlarni qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lgan 200 ta oromgoh, respublika bo'yicha 2000 dan ortiq turizm obyektlari to'liq safarbar qilinadi. Nazarbekov, Atabek Hasanov, Sirojiddin Saidov, Akmal Nuruddinov, Sadullayev va hokimlar bilan 90 kunlik davomida joylardagi amfiteatr va saylgohlarda har kuni konsert va musiqa kechalari qilsak bo'ladimi? Madaniyat va istirohat bog'larida san'at ko'rgazmalari, she'riyat kechalari va intellektual o'yinlar tashkil etsak bo'ladimi yo'qmi? Men o'ylayman bo'ladi.